Assalomu alaykum, Yangi hayot tuman ahli, ommaviy axborot vositalari vakillari hamda blogerlar. Bugungi brifingimiz O'zbekiston Respublikasining geografik obyektlarning nomlari to'g'risidagi qonun talablariga muvofiq tumanimizda amalga oshirilayotgan ishlarga bag'ishlanadi. Tumanimizda jami 30 ta mahalla mavjud bo'lib, ularda 114 ta ko'cha, uning negizida 118 ta tor ko'cha hamda 54 ta berk ko'chalaridan mavjud bo'lib, hozirda ularning 120 ga yaqini qonun talablariga muvofiq bo'lmaganligi, chegarasi aniq bo'lmaganligi sababli ushbu ko'chalarni qayta ko'rib chiqish natijasida Toshkent shahar xalq deputatlari kengashiga tasdiqlash uchun takliflarimizni kiritganmiz. Ushbu takliflarni o'rganish jarayonida mahalliy aholi fikri, mahalla faollari, mahalla raislari hamda geografik obyektlarni nomlash va qayta nomlash to'g'risidagi tuman komissiyasi a'zolaridan xulosalar inobatga olinib, takliflar kiritilgan. Biz berayotgan yangi taklifga ko'ra biroz ko'chalarning soni ko'payishi reja qilingan. Unga ko'ra 163 ta ko'cha, 160 ta tor ko'cha, 142 ta berk ko'cha soniga ko'payadi. Hamda 10 ta mavzeyimiz yangitdan nomlanadi. Jami olganda 475 ta geografik obyekt nomlari qayta nomlanish reja qilingan. Ushbu amalga oshirayotgan ishlarimiz natijasida tumanimizga tashrif buyuruvchi mehmonlar yoki tez tibbiy yordam mashinalarining bemorlarning uylariga to'liq vaqtida yetib borishi, favqulodda holatlarni oldini olish va jinoyatchilikni barvaqt aniqlash yuzasidan bizga ko'makdosh bo'ladi. Ushbu ko'chalar nomlari qaror bilan tasdiqlangandan so'ng O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 30-iyuldagi 475-sonli qarori, ya'ni geografik obyektlarga doir ayrim munosabatlarni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qonun talablaridan kelib chiqqan holda ko'cha peshlavhalari qaytadan yil yakuniga ko'ra ilib chiqishi rejalashtirilgan. Bugungi bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.